Assalomu alaykum do'stlar. Mana bizni bu uyimiz gipsblokdan qurilgan. Hamma bo'lmaydi deganlarga qotib ketgan mana. Albatta rudni qilishdan oldin sizlarga maslahatim betonni kontakt urib olinglar. Keyin do'stlar akfa qo'yishdan oldin, akfa derazalarni qo'yishdan oldin tagiga beton quyib yuborishlarini maslahat beraman mana. Hech bo'lmasa bu chekkadan bo'lsa ham tagida beton bo'lsa yaxshi bo'ladi, chunki qattiqroq ushlaydi. Mana ko'rib turganingizdek monoxonani rodbinni ham boshlaganmiz. Albatta rodbin qilishdan oldin mana bunday setkani qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Setka bilan gribonka tarayog'ida bunday tortib chiqsalaring, chizib ham rodbinlar oqib ketmaydi, ham yorilmaydi mana. Keyin do'stlar burchaklarga setkali uglovlar bo'ladi. O'shandan qo'yib yuborsalar ham ugullar yorilmaydi, ham mustahkam bo'ladi, ham aboy yopishtirganlaringda tikka bo'lib, qiytiq bo'lmasdan rovni chiqaveradi. Albatta bu xonamiz mayakka o'rnatilgan, padmayak qilinyapti. Oldin gribonka tarafida tortib turib, qotgandan keyin mayak o'rnatsalaring bemalol mana bunday bo'lib tekis rodbin bo'laveradi. Buguncha shular edi do'stlar. Bizni kuzatib boring. O'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiring.